Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 1 mashinasi 2008-yil 1.5 Donus Lux bez konditsionerli variant okalar. Mashina holati zo'r holatda turibdi. Qimmat ledlar qo'yilgan pas okalar. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Salonlarni okalar ko'rib tursam, salonlar ham yaxshi holatda. O'zingiz uchun bir qator bitta chiska qildirasizlar. Mashina zo'r holatga keladi. 327 km masofani bosayotgan okalar. Kraskasiga keladigan bo'lsa 25-30% yuzak kraskalar bor ekan. Old orqasi pechat deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirtirib olasizlar. Bunaqa Nexia 1lardan ko'pchilik so'radi. Mana sizlarga ideal holatdagi Nexia 1 mashinasi. Yangi motorlargacha ham qildirib qo'yishibdi. Xullas, texnik tomonlama ham hech qanaqa muammolar yo'q. 50 partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini o'kelasizlar maza qilmayishing uchun bo'ladigan narxi faqat oxir deyaptilar. $2850 baholandi. $2850 ga 2008-yil 327 ming kilometr masofani bosib o'tgan 1.5 Donus Lux bez konditsionerli variant.